Agarda bizning videomizda sizga yoqmaydigan narsa yoki g'alati narsa bo'ladigan bo'lsa, ming bora uzr so'raymiz. Albatta videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Tak, menimcha bugunga yetarli. Hop, ana endi har doimgidek ekinlarni yig'ishtirishga turishim kerak. Xo'p. Shu ekinlar ham juda ham jonga tegdi. Lekin shuni orqasidan pul topyapman. Ammo juda ham og'ir mehnat. Всем привет bolalar, sizlar bilan bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman va kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Xo'p. Tak bolalar, hozir biz ekinlarni yig'ishtirib olamiz. Tushunmadim, Maxmi? Max, qalaysan? Reddi, yaxshimisan? Korotchi, senga bitta zo'r yangiligim bor. Qanaqa? Bugun kechga seni uyingga kelaman. Mayli, bemalol. Birgalikda mazza qilib o'tiramiz, gaplashib, xo'pmi? Uyingda bo'lasanmi? Ha, uyimda bo'laman. Mana bu senga. Mayli, rahmat. Unday bo'lsa, men ketdim. Sog' bo'l, mayli. Mayli. Yaxshi, bu mening eng yaqin do'stim bo'lgani uchun har doim bir-birimizni uyimizga borib turamiz. Tak, shu uchun. Xo'p, mayli. Ana endi bularni yig'ishtirib olaman, kartoshkalarni olaman va men bu ishlarimni qilib bo'lganimcha siz kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysangiz, video kengroq tarqaladi va albatta sizga kattakon rahmat aytib qolardim. Mayli. Tak bolalar, xo'p, kartoshkalarni yig'ishtirib eka bo'ldik. Ana endi sabzilarga navbat. Tak, nima desam bo'ladi? Xullas, anchadan beri kartoshka va sabzi ekmagandim. Faqatgina bug'doy ekayotgandim va yaqinda boshladim kartoshka va sabzi ekishni. Bu gaplar hozir kimga kerak va kimga qiziq bilmadim-ku, lekin aytgim keldi. Xo'p. Ana endi nima qilamiz? Bu kartoshka bilan sabzini mana bu yerga solib qo'yamiz va albatta olmani ham xolodilnikka. Xo'p. Va buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Va ana endi menimcha bolalar qiladigan ishim yo'q, bekorchiman. Shu uchun biroz aylanib kelamiz yoki bitta bola bor, o'shani uyiga borish kerak. U bola emas, prям do'stim desam ham bo'ladi. Hozir shuni uyiga borib kelishim kerak. Xo'p. Kech bo'ldi, kompyuter o'ynab o'tiribman boyadan beri notebookimni, ammo Max hali ham kelmayapti. Qachon kelarkan bu Max, bilmadim endi. Tezroq kelsa yaxshi bo'lardi, chunki qanaqa yangilikligiga men juda ham qiziqayapman. Xo'p. Keldi. Max, keldingmi? Ha, keldim. Xullas, nima desam bo'ladi? Senga juda ham muhim gaplarim bor. Albatta hozir emas, keyinroq aytaman. Hozir esa biroz gaplashaylik, dam olaylik. Ancha bo'libdi ko'rishmaganimizga. Gaping to'g'ri. Xo'p, hozir senga stol olib kelib beraman. Ungacha nima desam bo'ladi? Mana bu yerda kompyuterda senga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Yonimga kel. Xullas, hozir mana bu narsani ko'r. Xullas, shunaqa gaplar. Juda ham yomon bo'libdi-da. Aytgancha, sen jinlarga ishonasanmi? Jinlarga, ya'ni qanaqangi jin? Tilak bajaradigan yoki qanaqadir o'zga olamlarmi, gravitatsiya, xullas shunaqa narsalarga ishonasanmi? Portal, xullas shunaqa narsalarga. Menimcha ishonmayman. Bo'lmagan gap. Men ishonaman. Qanaqasiga bo'lishi mumkin? Bunaqa narsalar umuman bo'lmaydi menimcha. Xullas, senga isbotlayman, xullas, ertaga oldinga kelaman, xo'pmi? Tak, menimcha mashinamni yuvib qo'yishim kerak. Juda ham kir bo'lib ketgan. Anchadan beri yuvmaganman. Xo'p, yuvishim kerak. Cho'chitib yubording, Max. Nima qilganing bu? Uzr. Xullas, bugun kelaman degandim. Tayyorlanib tur, keyinroq bitta joyga boramiz. Qayerga? O'rmonga. Nima uchun? Aytgandim-ku senga isbotlayman deb. O'shani isbotlayman. Mayli. Men baribir ishonmayman. Isbotlasang isbotla. Xo'p. Isbotlaysanmi, umuman qiziq emas. Shu uchun. Xo'p, mayli. Hozir kelib qolsa kerak. Xo'p, do'stlar, qanaqadir jinlarni, bir nima portal, o'zga olamlarni isbotlayman deyapti, lekin men umuman ishonmayapman bu narsalarga. Max, balkim kerak emasdir. Yo'q, kerak. Давайте. Oldingdagi yozuvni o'qi. Menga bu narsa yoqmayapti nimagadir. Juda ham g'alati, qanaqangi narsalar qilib olgansan. Men senga isbotlayman dedimmi? Isbotlayman. Давайте chaqiramiz. O'qi, tezroq bo'l. Vaqtimiz kam. Lekin
Men o'qimayman iltimos. Yaxshisi o'zing o'qi. Tushunmadim. Nima bo'ldi? Men ham hayronman. Axir hali biz chaqirmagandik-ku. Nima chaqirsa shunaqa bo'ladimi? Kunduzi bo'ladi, tun bo'ladi, xullas seni miyang orqali boshqariladi, nima desam, tushunma. Kimdir kelyapti. Tushunmadim. Kim edi u? Kim edi? Bilmayman. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak menimcha. To'g'ri, davaychi. Ketamiz. Ko'rdingmi, kimdir o'tib nima? Kechasi bo'lib qoldi. Bu odatiy hol. Menimcha biz xato qildik. Nimada? Biz chaqirmasimizdan oldin u kelib bo'lgan. Ya'ni u yonimizda, lekin biz sezmaymiz. Ortingga qara, ortingga qara. Ketaman, to'g'ri. Shuningdek, biz qandaydir sovuq va qorong'u o'rmonga borib qoldik. Va u yerda biz bir-birimizni hali topmagan edik va kimdir, ya'ni qora shaxs bizni ta'qib qilayotgan edi. Davomini o'zingiz ko'ring. 1 soatdan beri Maksni qidirib yuribman va qandaydir qo'rqinchli hamda qanaqadir mana bu qora shaxs, bilmadim kim, nima u o'zi ta'qib qilyapti meni. Bilmadim nimaga va xullas tushunmadim. Kim edi bu? Kim edi? Qanaqasiga? Yana ko'rdingizmi? U hozirgina yonimdan o'tib ketdi. Judayam qo'rqinchli. Tezroq men Maksni topishim kerak. Maks, qayerdasan? Meni eshityapsanmi, Maks? Maks qayerda bo'lishi mumkin? Maks, voy, Reddi, bu yoqdaman. Maks, o'zingmisan? O'zim. Qayerda yuribsan? Bilmadim. Seni yo'qotib qo'ydim deb o'ylabman. Mana bu qora shaxs meni ta'qib qilyapti. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Meni ham ta'qib qilib yuribdi. O'sa ko'zimga ko'rinyapti. Bilmadim nima uchun. Va biz qayerga tushib qolganimizni bilasanmi? Menimcha parallel olamga tushib qolganmiz, o'zga olamga. Nima, aqldan ozganmisan? Qanaqasiga? Shunaqa. Afsuski, lekin endi nima qilamiz? Bilmayman. Shu yerda turib tur, hozir kelaman. Qayerga, Maks? Shoshma. Nimaga ketib qoldi bu yana? Mayli, shu yerda turib tur dedi. Shu yerda kutamiz. Lekin nima uchun haligacha kelmadi? Maks, menimcha ortidan borganim yaxshiroq. Shu uchun ortidan boramiz. Xo'p, yaxshi, ortidan boramiz. Lekin atrof juda ham qo'rqinchli, qandaydir ovozlar, qandaydir g'alati tovushlar eshitilyapti. Maks, qayerdasan? Maks. Tushunmadim. Maks qayerda bo'lishi mumkin? Maks. Tushunmadim. Kim itarib yubordi meni? Maks, meni qutqar, iltimos, Maks. Video shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Albatta keyingi qismi uchun qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Hammaga xayr.